Parandalarni tixillab, salto otib bo'lib olishni oldini olamiz. Delikatesda bitta ko'ring, bitta tayyorlaymiz. Hozirgi paytda, ya'ni kuz boshlandi, tixillagan, ko'zi yumilib qolgan, bitta salto otib bo'lib qolayotgan. Juda ko'p kuzatilyapti. Bitta yasab olamiz delikates. Bizda axir chopper bor-ku. Bismillah. Nimalar qilamiz? Baliq. Ayni vaqtda sezoni ham insonlarga, ham parandalarga, ayniqsa o'rdaklar juda sevib yeydi. Tovuqlar ham sevib yeyapti. O'zimda kuzatilyapti bu. Limon, hozirgi paytga rosa zarur, vitamin C. Piyoz, chesnoklar. Bolgarskiy, albatta. Bu ham ancha-muncha immunitetni ko'tarishga yordam beradi, vitamin to'la. Bu prinsessani ko'rsangchi. O'xiradi. Stuchi sal nobob ekanda. E'tibor qilmaysizlar. Prinsessani ko'rsataydi. Chopper, fermaga doim kerak. Pomidor. Hidini yetkazib bera olmayman. Ayniqsa mana limon hidni o'zgartirib yubordi. Juda ham yoqimli. Hozirgi paytda samый полезный narsada piyoz bilan chesnok aralashtirib berib turish kerak. Juda ko'pchilik telefon qiladi. Muammo pixillayapti, ko'zini yumib olyapti. Bitta salto otib bo'lib qolyapti. Somsa bilan qo'shib yeydigan sous bo'ldi do'sti ham bor-ku. Navbat kumush baliqqa. Chopperning kuchini endi ko'ramiz mana. Lahim haqiqiy. Asal. 15 kunda bir mashnaqa berib turilsa, hech qaysi paranda pixallamaydi ham, bunda ham oqmaydi, salto ham otmaydi. Normal yuraveradi xudo xolasa. Ko'z tegmasin, biz shuna qilyapmiz. Lekin narsani bir bo'lishay dedim-da, baham ko'p. Yegan yeb oladi, yemagan ertaga yeb oladi. Ketdik. Kambiga o'rg'on tepib berish kerak hozir. Qoralab turishmi?